miyaning eng shafqatsiz qonuniyatidan sizni ogohlantirmoqchiman. Men bilan birgalikda mana bu mashqni bajaring va diqqat bilan tinglang. Bu neyrobiologiya qonuniyati aslida aziz do'stlar. Ya'ni ishlatmasang yo'qotasan. Bu nima degani? Tushuntiraman. Biz masalan biror bir ko'nikmani o'zlashtirayotgan vaqtimizda miyada neyronlar aktiv holatda bo'ladi va jarayonga boshqa bir qancha neyronlarni jalb qiladi va ular o'zaro aloqalar hosil qilishadi. Ya'ni o'sha o'rganayotgan ko'nikmamiz uchun yo'llar ochiladi va bu yo'llar tobora mustahkamlanib boradi qachonki biz o'sha ko'nikmani o'rganishda davom etsak. Endi buning aksi ham bo'lishi mumkin. Mashqimizni o'zgartiramiz mana bu tarzda. Endi buning aksi qanday bo'ladi? Masalan, deylik, misolda tushuntiraman. Siz koreys tilini o'rgandingiz, yaxshi gapirardingiz, lekin qandaydir bir sabab tufayli bu tildan siz umuman foydalanmay qo'ydingiz, taxminan bir 5-6 yilcha. Lekin 5-6 yildan keyin oldingizdan bir koreys chiqdi, kel shu koreysdan hol ahvol so'rab qo'yay, salomlashib qo'yay, o'zbekchilik dedingizda salom bermoqchisiz koreyscha, eslay olmaysiz. Hol ahvol so'ramoqchisiz, so'zlar yodingizga kelmaydi. Bu nima uchun? Siz 5-6 yil davomida bu tildan foydalanmaganingiz uchun miya bu ko'nikmani keraksiz deb hisoblab, barcha yo'llarni parchalab tashlagan. Neyronlarni ham bu ko'nikmadan ozod etgan. Ya'ni siz bu ko'nikmani yo'qotdingiz, chunki ishlatmadingiz. Mashqimizni yakunlaymiz. Bundan qanday xulosa olishimiz kerak aziz do'stlar? Demak, ishlat yoki yo'qotasan qonuniyatini biz doimo esda tutishimiz kerak. Mana nima uchun biz doim o'rganishimiz kerak? Nima uchun mana xalqimiz bilib aytgan beshikdan to qabrgacha ilm izla. Bu degani biz doimo necha yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar o'z ustimizda ishlashimiz, o'rganishimiz, izlanishimiz muhim. Agar shunday qilmasak, yo'qotishga mahkummiz. Agar sizga mana shunday ilmiy ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'ling. Bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, qiynalmagan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozing.